Assalomu alaykum hammaga. Bugun yakshanba. Ovqatlanishga keldim. Xitoy taomlarini yeyishga. Mana bitta uyimizga yaqin. Boramiz endi. Qisqichbaqa, ilon-pilon bo'lsa yeymiz. İşləyaptım, yo'qmi, unisini bilmadim. İşləyapti menimcha. Здравствуйте. Hozir ovqat 8 qilamiz. Можно? Xil narsalar bor ekan, it go'shtini topish kerak, попробовать qilib ko'rish kerak, har xil narsalar. Baliq bor ekan tepada. 2000 rubl. Aytdi, har xil salatlar bor. Xitoy choyini. Bu eski joy ekan. Lekin yaxshi, chiroyli joy. Hozir endi ko'ramiz nimalari bor ekan. Yerda ilonlar yo'q menimcha. Asosan baliq, qisqichbaqa bo'lsa qisqichbaqa yeymiz. O'tgan safar men undan yemaganmidik. Ming rublimiz so'mda 140 ming so'm bo'lyapti hozir. Dudlangan cho'chqa go'shti ekan. Mana bundan mol go'shtidan qilinar ekan bu. Salatga o'xshash loviya bor ekan. Yani nima deydi? Mana shu narsadan yeb ko'rish kerak. Chuvalchangmi? Chuvalchang bo'lsa kerak. Chuvalchang. Bu baliqmi, ilonmi? Mana bunaqa karamdan qilingani bor ekan. Baliq ekan bu. İlon balıqmi? Bunu yeganmiz. Yemagan. Mana yerda mol go'shtidan bor ekan. Cho'chqa go'shtidan ham bor. Asosan bular salat ekan. Qalampirli baliq ekan. Говядина картошка. Anavmi? Говядина kартошка mana. Lamon. Sup degani bor ekan. Peshirni. Palov. Xitoycha palov. Bu yerda bitta qillar bor ekan. Bu menyu eski bo'lsa ham ishlataverar ekan bular. Bizda chiroyli qilib qo'yadi, lekin eski bo'lsa ham ishlataverar ekan. Hozir ko'ramiz.
chuvalchang yesak kerak. Bular ozroq befursat ekan. Mana yerda ochilgan narsalar qo'yib ketibdi. Hozir bitta adrenalin ko'rdim. Mana 200 rubl. 100 rublimiz 14 ming bo'lsa 28 ming shu atrofda. Joy sassiq ekan, lekin befursat ekan. Hozir bitta choynak so'ragandik, choynak yaxshi choynak bermadi. Bo'lmasa qimmat, keyin joy normal. Bu yerda asosan hamma o'ziga o'zi xizmat qilar ekan. Idish kimga nima kerak bo'lsa. Keyin hozir ko'rsataman. Har bir stolda bunaqa narsa bor. Bunaqa narsalar bor. Bu choyni qo'yib, o'zing choy qilsang bo'ladi. Choy ichsang bo'ladi. Bu yerda bunaqa ochiq yig'ishtirish yo'q ekan. Bu eski. Buni ishlataverar ekan. Ko'ramiz tani. Mol go'shti bilan qo'zg'or ekan. Mol go'shti bilan qo'zg'or. Go'shti zo'r. Go'shti zo'r ekan. Qanaqa desam? O'zbekistonda bunaqa ta'm yo'q. Bunaqa narsalar bilmadim. Hech nima deb ko'rmadim. Go'sht lekin boshqacha ta'm. Bu qo'zg'orin qanaqa oddiy shardi, rezina shardi og'izga chaynaydi-yu, o'shanaqa ekan. Hech nimani ta'mi yo'q, lekin neobычный narsa. Boshqacha dunyo. Endi buni yeb ko'ramiz. Bular go'shti bilan baliqdan qilingan sho'rva. Qarab turamiz ekan. Buni yeb ko'ramiz. Zo'r bo'lishi kerak.
ichida bolachalar bor ekan. Trikka o'xshaydi. Qara. Ta'mi. Ta'mi. Baliq emasda. Boshqa narsaning ta'mi. Bunaqa yeb ko'rganman tozalanganini, lekin bunaqasini yeb ko'rmaganman. Oyoqlari bilan oyoqchalari turibdi. Odam 20 yoshida boy bo'lishni xohlar ekan. 30 yoshda baxtli bo'lishni, 40 yoshida yosh bo'lishni, 50 yoshda sog'lom bo'lishni, 60 yoshda yani qancha umr yashashni o'ylab qolar ekan. O'shaning uchun umrimiz o'tyapti, vaqt o'tyapti, yeb ko'rish kerak. Balkim sog'liqqa foydali. Bu miya chasiga keldi. Hozir bu miyasini yeymiz. Ta'mi zo'r ekan. Na qanaqa baliq? Ozgincha kilkani ta'mi kelar ekan. Kilkani ta'mi kelar ekan. Hozir endi bular ko'katlar. Hech qanaqa. Bu qanaqadir baliqning terisimi o'shanaqa narsa ekan. Lekin mana u o'rtada oqni bilmadim nimadan tayyorlanadi. Kafeda hech kim yo'q. Hozir teptirib ovqatlanamiz. Ikkitamiz Xitoylar bor. Ular hayron video olishimizga. Болгарский. Ovqatning ichida eng ta'mi zo'ri xom bolgarskiy ekan o'zi. Rost ekan. Vodring ham ta'mi zo'r. O'ks sepgan vodringga ozgincha. Bu ko'z qorni bilmadim, avval bunaqasi yemagan. Ko'z qorni ko'p yeganman. Bunaqasi yemagan. Tomoqdan zo'r o'tarkan. Bu qaynatilgan variantimi deyman. Bu qovurilgan variant. Bunda ta'mi ozgincha boshqacha. Bu molning lahm joyidan qilinarkan, qo'y so'radim buni. Mol go'shti. Lekin bu
o'qis sepgan, go'shtga o'qis sepgan. Qanaqadir xom vaqt o'qis sepgan. Ta'mi boshqacha. Xitoy studentlar ketyapti. Choy tayinlasam, anaqa Baykalga berdim. Oxirgi choyni ko'ramiz ta'mini. Choy qanaqa? Kecha men yoshligimda topib borganda har xil o'tlardan, ko'katlardan choy damlab berardi. Avtova deydi, avtovada o'shanaqa choy. Hamma narsaning ta'mi bor bunda. Har xil ta'm. Bu da operator yo'q. Har xilda yeb ko'ryapmiz. Eng zo'r ta'm. Go'shtning ta'mi ekan. Oddiy go'sht. Sabzi yeb ko'ramiz. Bu sabzi. Boshqacha narsa, boshqacha ta'm berardi. Bilmadim nimaga qilingan bu. Hammasi bir xil ta'm. Bu. Hozir ko'rsaman. Buning hammasida bir xil ta'm. O'zi qo'z quyruqning ta'mi bilan ozgincha o'ksning ta'mi. Hammasi bir xil ta'm. Hozir sho'rvadan ichib ko'ramiz. Bularda bunaqa restoran qimmat bo'lsa ham qimmat qo'shib ishlatmaskan. Qancha turadi? 50 rubl. Kyotoda ko'rgandim 50 rubl bo'lsa 7000 so'mlik oddiy qoshiq. Sho'rbasi zo'r. Baqlajon, bolgar sotdan lag'mon bor ekan. Nimani tamchi. Uni ta'mi boshqacha, ishib ko'rish kerak. Hozir bu nima? Xamirga o'xshash narsa ekan. Nimaligini bilmadim. Bilmang terisi. Mana edim. Bunaqa narsa bor. İçi oq, sirti qizil. Bilganlarga asosan bilmang teri. Qanaqa bir narsani. Ular nimanidir terisi. Qo'yning terisiga o'xshash ta'm berar ekan bu. O'zimizning ovqatga o'xshar ekan bular. Faqat ta'm boshqacha, hamma narsani aralashtirganga har xil ta'm. Shu. Olma sot. Olma emas. O'rik sot. O'rik emas. Ro'zada nima yeydi? Ro'zada
Xurmo zot. Xurmoni ta'mi bor. Ta'mi emas, o'zi ham bor. Ana shu zo'r bo'pti. Qo'z quyruq. Yeb ko'rish kerak. Ilon yeyman deb kelganim o'zi. Ilondan paprova qilamiz deb. Lekin xuddi o'shanaqa qildik. Rost ekan. Telefon tushib ketdi. Ilon yo'q ekan. Chayon so'ragandim, chayonim yo'q ekan, keyin boshqacha narsalar zakaz qildik. O'ta bir boshqacha ta'm. Boshqacha narsa. Umrimda birinchi bunaqa qo'zqorni yeyishim. Qo'zqorni ko'p yeganman, har xilni. Bunaqasi bilmadim. Hozir boya so'ragandek. Buning hammasi Xitoydan keladi, choygacha Xitoydan keladi edi. Boshqacha zo'r. Xurmo. Eng yaxshi narsa bolgarskiy ekan. Archani ta'mi bor buning ichida ozgincha. Ilonga o'xshaydi. Ilonni po'sti ham. Limonini suvini limon qo'shgan, suvini sepgan. Bu Xitoyliklar ko'p ovqat yeya olmasligiga sabab bizga o'xshab shirin bo'lmaydigan ovqatlar. Ozgina qichqil. Mana go'sht boshqacha, qichqilmi? Tashqaridan hamburger yog'aydi. Bizda bitta ikkita. Hozir so'radim. Bu nima desam? Sousmi desam? Yog'mi desam? Уксус ekan. Ozgincha ko'ramiz buni. Hozir ko'ramiz endi. Уксус bilan. Birinchi ko'rishim bunaqa qora уксус. Dislike. Bu oti уксусimiz bir boshqacha narsa ekan. Hozir mana bunaqa Шуйка.
boshqacha narsa. Olib ketish kerak unda uyga. Hozir universitetning ichiga Xitoy oshxonalarini bu yerda ichida buddistlarning sig'inadigan joyi ham bor. Bu universitetning ichi. Bu yerda qoralar ham bor. Asosan bu yerda darsdan chiqib dastavka bilan shug'ullanadi ko'pchilik. Hammasi afrikaliklar ham ko'p. Bu yerda tashqarida bu yer yotoqxona. Bu Xitoy oshxona. Sal nariroqda Vyetnam oshxonasi bor. Yotoqxona bu yerda. O'rmon boshlanib ketadi. Hozir adres ko'rib qoldim. Adres aytish qanchalar qiyin. Miklukhuva Maklaya degan adres ekan. Bu yerda kafe bor, o'zimizga. Ruslarniki. Bu o'rmon. Hozir bu yerda itning oyog'ini sotar ekan. Mana itning oyog'i. Bu yerda tuxum. Buni bilmadim. Tovuqning qanotimi, balig'imi bilmadim buni. Lekin sasi itning oyog'i. Yaxshi joy. Universitetning ichida bu. Bu yoqqa chiqsang, qoralar. Hozir biz oshxonadan chiqib aylangan o'rmonning ichiga keldik. Hozir bitta narsa ko'rib qoldim. O'rmonning o'rtasida. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana. Bunaqasi. Mariyama, men hammalaringni yaxshi ko'raman. Men onaman. Hammalaringni yaxshi ko'raman deb yozib qo'ydi o'rmonning ichida. Manzarani qaranglar. So'kka. Quyosh chiqib ketdi yomg'irdan keyin. Hozir mana shu yerda ko'l bor. Ko'lga boryapmiz. Qani ozgincha ko'rinib turibdi. İnşallah 10 mingta bo'lsa Dubayga ham Vyetnamga ham borish niyat bor. 1-2 oyda xudo xolasa. Allohga beraman desa Alloh hech gapimiz. Bir oyda ham 10 mingta bo'lsa bo'ladi. 10 mingta bo'lsa Dubayga boramiz xudo xolasa. Vyetnam. Bu video bu joyda avval ham ko'rsatganman. Uyimizga yaqin joy. Bu hozir mana o'rmonning oxiri. Hozir bu yerdan ana yerdan boshlab o'sha ko'ldan boshlab u yog'iga
shahar boshlanib ketadi. Biz o'rmondan chiqib keldik, bu yoqdan keldik. Mana shahar boshlandi shu bilan. Mana nerede Baliqo'lik shahar. Metro 15 minutlik yo'l bu yerdan. Mana Baliqo'lar o'tiribdi. Hozir biz ham qarmoq olib kelamiz, xudo xohlasa. Baliq ovlagani. Bugun yakshanba, dam olish. Sog' bo'lingizlar. Obuna bo'lib qo'yingizlar YouTube kanaliga.